Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, yaqinlar, kanalimiz a'zolari. Bugun 30-aprel 2026-yil Farg'ona viloyati Buvayda tumani Xonobod qishlog'idan kelgan hojiboyimizlar bularga mana tuni ko'ra bo'ldik. Laboni ichlariga polni shumkalar qildik. Hojiboyimiz o'z vaqtida rezinka olgan ekan. Shunaqa rezinkalar ham bizda alohida sotiladi. Bir yoni silliq, tangari Toshkent rezinkasi, konteyner pollari, peneplet shumkalari yo'llarigacha qaytgan holatda va yoniga qutilar qo'yib qo'yganmiz. Bu qutilar bu holatda turadi, ko'rishingiz mumkin. Yonigacha zashta qilasizlar. Ko'pchilik aytadi, arzon sandiqlar bor. Arzon sandiqlar qalinligi 0.7 lik listdan bo'ladi. U o'ta yuqa bo'ladi. Olib kelib ham ko'rib ko'rdik. Undan anchagina farq qiladi. Buni qalinligi 1.8 1.5 lik temir listdan bo'ladi mana. Lista o'ta qalin. Bu sandiqlar alohida sotiladi. Bemalol sandiqni o'ziga ham kelishingiz mumkin. Tomiga ham bu holatdagi bagajlar qo'yib qo'ydik. Bu bagaj alohida sotiladi. Bu bagaj ham mana ichkarida zapaskaga boltikalar qo'yib ketilgan. Zapas balonni qo'ysalaring arqon belash shart emas, qatirib olsa bo'laveradi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'ida. 1 soat 1,5 soat ichida o'rnatib beramiz. Zakotovkalarimiz bor. Kamchiliklar bo'lsa yozinglar, do'stlarga yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.